Bilasiz-ku, ishlashim kerak, pul topishim kerak. Yaxshi. Toshkentdan uy olding, hamma narsang bor, mashina ham olding, uyni mebel bilan ham to'ldirding. Yana nima kerak, qizim? Endi albatta turmushga chiqib, farzandli bo'lishing kerak edi. Oyi qo'ysangizchi. Kerak emas. Ana turmushga chiqqan bitta qizingizmi? Na siz bilan gaplashtiradi, na yashatgani qo'yadi. Anorani ahvoliga tushishimni xohlayapsizmi? Hozir mazza qilib yashayapman. Menga hech qanaqa oila kerak emas. Oila kerak bo'lsa, mana siz bor. Boshqa hech kim kerak emas menga. Doim shunaqa deysan, qizim. Oyi, bo'ldi. Bu gaplarni yig'ishtiraylik. Men ketishim kerak, ishlarim ko'p. Voy, doim shunaqa qilasan, qizim. Tez kelasan, tez ketib qolasan. Nima qilay axir? Aytayapman-ku, ishlarim ko'p. Odamlar kutishyapti. Mayli. Faqat bitta iltimosim bor. Nima? Singlingdan xabar olgin. Haligi qo'shni qishloqda bitta o'zi, qizim. Hech ham bitta o'zi emas-da, oyijon. Eri bor, bolalari bor. Mazza qilib yashayapti o'sha qattiqchi eri bilan. Menga kerak emas. Bormayman ham, ko'rmayman ham, kuymayman ham shuni. Endi haligi qondosh jigaring sal oqibatli bo'lgan, qizim. Bilasiz, oyi, u bilan gapimiz qovushmaydi. Bunaqa gaplaringni yig'ishtirib, singlingdan xabar olsang bo'lmaydimi, qizim? Bilasan, qo'ng'iroq qila olmayman. Eri telefon tuttirmaydi. O'shaning uchun ham o'sha erini ko'rishni ham xohlamaganim uchun ham bormayman. Oyi, yaxshi o'tiring, yana kelaman. Xo'p. Xo'p, bo'pti, xabar olaman. Xafa bo'lavermang. Yo'q, xafa bo'lmayman endi baribir. Jigaring-ku, qizim.